Motor boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli Impact Consulting YouTube kanali a'zolari. Bugun hozir ayni damda biz Hanyang universitetidamiz va bizni bugungi mehmonimiz Sarvarbek bo'ladi. Sarvarbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga. Assalom, xush kelibsiz. Avvalo o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin bugungi videomiz nima haqida bo'lishini batafsil aytib o'tamiz. Xo'p, men shu Hanyang universitetida Data Science fakultetida o'qib kelmoqdaman. Hozirda o'sha 2-semestrda o'qiyapman. Oldin Muhammad Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabda tamomlaganman va Koreyani, aynan Hanyang universitetini bakalavrni davom ettirishni tanlaganman. Xo'p, rahmat. Bugungi videomiz nima haqida bo'ladi? Bugungi videomiz umuman o'zi bugundan boshlab mana shunday videolar orqali, xudo xolasa, Koreyada o'qiyotgan talabalar, jumladan mana shunday Sarvarbekka o'xshagan talabalar bilan biz suhbat uyushtirib, ularni ta'lim dasturlari, ular o'qiyotgan fakultetlar qanday fakultetlar, umuman o'zi Koreyada bular qanday o'qishyapti, shunga o'xshagan qiziqarli ma'lumotlarni ulashib boramiz. Xo'p, Sarvarbek bo'lmasa boshlaymiz. Nima uchun mana birinchi savol bu universitet tomonidan ham beriladi. Nima uchun Koreya? Nima uchun aynan Koreyani tanlagansiz bundan? Nima uchun Koreya? Koreya avvalambor Aziyada eng yaxshi davlatlardan biri, aynan nimada o'qish uchun va aynan STEM sohalarida o'qish uchun. Koreyada top universitetlar juda ham ko'p, o'qish sifati juda ham ko'p, juda ham yaxshi va mentalitet, kultura jihatdan O'zbekistonga sal yaqinroq, baribir Amerika yoki boshqa Yevropadagi davlatlardan ko'ra anchagina yaqinroq. Albatta, yaxshi. Xo'p, endi savolni yana ham chuqurroq kiramiz. Nima uchun Hanyang universiteti? Misol, o'zingizni dastlab nimalaringizni, statistikalaringizni, akademik backgroundingizni ham aytib o'tsangiz bo'ladi. Misol, Al-Xorazmiy nomidagi o'sha ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganingizni aytdingiz. Qaysi o'sha yo'nalishga ular ixtisoslashtirilgan? Undan keyin nima uchun? Misol uchun ko'pchilik siz ham English trackda o'qiysiz, baribir English trackda o'qiydiganlar Koreyaga asosan endi biznesga aloqador fakultetlarga keladi, lekin bu bolaning fakulteti Data Science boshqacha. Shunga nima uchun aynan Data Science fakultetini va bu Data Science'da nima uchun tanlaganingiz va kelajakdagi o'sha Data Science bo'yicha planlaringizni aytib bersangiz menimcha foydali bo'ladi. Xo'sh, boshidan boshlaydigan bo'lsak, maktabim Muhammad Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab. IT ga ixtisoslashtirilgan, IT, matematika, fizika va ingliz tiliga. Asosan baribir IT ga. Xo'sh, u yerda 4 xil yo'nalishdan, o'sha 10-sinfga o'tganingizdan keyin 4 xil yo'nalishdan bittasini tanlab o'qiysiz. Men o'sha mobil dasturlash tanlab o'qiganman. Lekin meni o'zimning asosiy qiziqishim bu sun'iy intellekt va data science bo'lgani uchun u sohada albatta o'qiganman, lekin uncha qiziqmaganman. Va endi Koreyada, misol uchun, har xil universitetlarga topshirganman va menda ikkita variant bo'lgan, Yonsei yoki Hanyang universiteti. Endi ranking jihatidan qarasak, nufuz jihatidan qarasak, albatta Yonsei ancha kuchliroq, lekin Yonseidagi major menga yoqadigan major bo'lmagan. U yerda aynan English trackda engineering bo'yicha meni qiziqishlarimga mos bo'lgan majorlar bo'lmagan. U yerda bioengineering bo'lgan, electrical engineering bo'lgan, lekin meni qiziqishlarimga bu to'g'ri kelmaydi. Men ko'proq sun'iy intellekt o'qishni xohlaganim uchun Hanyangni tanlaganman. Hanyangda Data Science fakulteti bor va eng unikalniy tarafi Hanyangni bu Data Science fakulteti ko'p universitetlarda asosan master's degree uchun available xolos. Bachelor's degree uchun ko'pgina universitetlarda Data Science fakulteti yo'q. Shuning uchun ham Hanyang tanlashimga eng katta sababchilardan bo'lgani bu fakultet borligi. Men o'qishimni xohlamoqchi bo'lgan va dalsha karyeramni shu Data Science bo'yicha davom ettirmoqchi bo'lganim uchun shu yerga kelganman. Endi akademik jihatlarimni aytsak, hop, IELTS'im 7.5 va SAT'im 1450 bo'lgan. Va ko'pgina olimpiadalarda ishtirok etardim oldin.
O'zbekiston o'sha respublika miqyosida bitta olimpiada g'olib bo'lganman va o'sha shahar Toshkent shahar miqyoslarida o'sha bir necha bor g'olib bo'lganman. Va qo'shimchasiga oldin rosa hakatonlarda qatnashishni yaxshi ko'rardim. Shunga hakatonlarda ham juda ham ko'plab sovrinli o'rinlarim bor. O'sha respublika miqyosida, shahar miqyosida, endi xalqaro miqyosda sovrinlarim yo'q, lekin juda ham ko'p qatnashganman. Xo'sh. Endi universitetni tugatib, men o'sha data science sohasida nimalar qilmoqchiman? Data science bu juda ham flexible, ya'ni moslashuvchan sohada. Shu yerda uzr, gapingiz bo'ldi. Shu data science o'zi haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz, misol uchun ko'pchilikka bu ma'lum bo'lmasligi mumkin-da. Misol uchun computer engineering yoki computer science desak, bu aniq. Muhandislik o'sha computer artificial intelligence. Lekin data science misol uchun ko'pchilikka balki eshitmagan yangilik bo'lishi mumkin. Shunga qisqacha o'sha data science o'zi nima degan nimani aytib o'tib, undan keyin o'sha kelajakdagi nimalarni aytsangiz yaxshi bo'lardi. Data science bu ko'proq juda ham ko'pgina bo'lgan, juda ham ko'p ma'lumotlarni tahlil qilib, shu tahlilga yarasha oxirida qandaydir natijani u o'sha shu natijani qaysi sohada ishlayotganiga qarab to'g'ri ishlata olishi. Misol uchun restorandagi, misol uchun har kungi klientlar nechtadan qanchadan ovqat zakaz qilayotgani datasi mavjud bizda. Data science nima qiladi? Shu barcha datani yig'ib olib, ertaga nechta odam va nechta mahsulotdan qancha, har bittasidan qancha ketishidan sizga predict qilib beradi. Ya'ni bu qilgan nima deydi? Bashorat. Prediction deyman. Shu bo'ldi. Va shu qilgan predictionni juda ham aniq darajada bo'ladi. Misol uchun ertaga 250 ta shu ovqatdan 250 ta odam zakaz qiladi desa, deyarli bir xil chiqadi va u misol uchun restoran uchun juda katta foyda bo'ladi. Mahsuloti vol bo'lmaydi va kam ham bo'lib qolmaydi-da. Endi bu juda ham kichkina qismi data science. Data science asosan misol uchun AI'lar ham, sun'iy intellektlar ham barchasi data science bor bo'lgani uchun yaratilgan. Hamma sun'iy intellektlar ham shu ko'pgina ma'lumotni tahlili asosida ular train qiladi sun'iy intellektlar. ChatGPT ham boshida bilgan bo'lsak, rosa ko'p xatoliklar qilardi. Hozirda esa ancha yaxshilanib boryapti. Bu shu ko'pgina datani trenirovkasi asosida bo'ladi. Bu data sciencechilarning ishida. Tushunarli. Xo'p, data science fakultetida endi sal umumiylashamiz. Endi umumiy Koreya haqida. Koreyaga kelganingizga qancha bo'ldi hozir? Koreyaga kelganimga 7 oycha bo'ldi. 7 oy. Qanday, misol Koreya yoqdimi? Xo'p, bunday qilaylik, Koreyaga kelganingizdan so'ng yoqqan 3 ta tarafi va yoqmagan 3 ta tarafini aytib bersangiz, o'zingiz endi xulosalaringiz asosida yoki fikrlaringiz asosida aytsangiz bo'ladi deyman. Xo'p. Endi yoqqandan boshlaymiz albatta. Yoqqan 3 ta tarafi avvalambor juda ham rivojlangan davlat, kelishi bilan sezildi. Ikkinchi yoqqan tarafi bu odamlari. Odamlari juda ham gaplashishadi, muloyim gaplashishadi, sizga yaxshi gaplashishadi. Ortiqcha yomon gapirishmaydi, deyarli вообще eshitmaganman. Xo'p, va uchinchi yaxshi tarafi bu erkinlik. Koreyada o'z erkin his qilasiz baribir. Bu ham srazu sezildi. Har tomonlama erkinlik. Xo'sh, endi yoqmagan taraflari esa avvalambor ovqatni ayta olaman. Endi ovqat, endi biz ham musulmon bo'lganimiz uchun halol ovqat topish ancha qiyin bo'ladi. Xo'p, yana bitta yoqmagan taraf albatta qimmatligi. Qimmatligi endi bu O'zbekiston uchun Koreyada yashash anchagina qimmat bo'ladi. O'zbekiston sharoitiga yarasha, lekin Koreyaning o'zining sharoitiga yarasha bu hayot quality'si anchagina baland. Va uchinchi yoqmagan tarafi o'qishi qiyinligi, baribir
lekin bu yoqmagan tarafi deya olmayman ham uncha, chunki qiyin, oson narsani o'zi yo'q. Albatta. Qiyinchilik orqali odam rivojlanadi, o'sadi. Shunga hozircha faqat shular. Xo'p, tushunarli. Universitetdagi imkoniyatlar haqida gaplashamiz. Misol uchun, Hanyang universitetini olaylik. Misol juda ko'p, misol men o'zim shu universitetda o'qiyman. Imkoniyatlar, misol extracurricular activitieslar, undan tashqari juda ham ko'plab klublar. Men shaxsan o'zim International Studies fakultetida o'qiyman va Debate Society bor bizda. Koryo, Yonsei, Sunkyunkwan, Iwa Women's, Hankook Valley, mana shu universitetlar bilan biz debatelar uyushtiramiz. Goho biz ularga boramiz yoki ular bizga keladi. Turli xil, endi bizni fakultet politikaga aloqador bo'lganligi uchun asosan mana shu politikaga oid mavzularda biz debatlar uyushtiramiz. Xo'p, misol uchun mana endi sizlarning fakultetinglarda data science'da bizda fakultetga o'xshagan shunday klublar yokida misol uchun endi borib faqatgina o'qish bilan chalg'itmaslik uchun qanday imkoniyatlar yaratilgan, shu haqida aytib o'tsangiz Xo'p, yaxshi bo'lardi. klublar o'sha universitetimizda menga eng yoqgan taraflardan biri ham shu klublarimizni boyligi. Har xil klublar bor, har xil sohada, har xil yo'nalishlarda. Misol uchun o'zimiz aynan sohamizga mos klublar bor, study klublar bor. Misol uchun ML klub, ya'ni o'sha AI klublar bor. Dasturlashni o'rgatishadi, birga har xil proyektlar qilishadi. Xo'p, va qo'shimchasiga sport klublari ham bor. Basketbol, voleybol, futbol, suzish, diving, juda ajoyib sport turlari ham bor. Lekin men o'zim shaxsan shu futbol klubida a'zoman. Futbol klubiga klublarni yana bir aytib o'tish kerak bo'lgan tarafi, juda ham organizatsiyasi juda ham ajoyib tarzda qilingan, juda ham organizovanniy va juda ham sifatli qilingan hamma klublar. Futbol bo'yicha bizda har xil engineering cup bo'lyapti. Misol uchun hozir bu aynan engineering sohasida o'qiyotgan fakultetlar orasida bo'layotgan nima desam bo'ladi, turnir va universitetda o'zining ham turniri bo'ladi. Xo'p, endi ko'pchilik ko'p klublar Karsilda bo'lgani uchun baribir hozirda uncha akademik klublarga qo'shilishga imkoniyat sal kamroq menda, chunki Karsilni hali unchalik darajada zo'r bilmayman. Albatta, Karsillarni yaxshilab olgandan keyin akademik klublarga ham qo'shilaman. Yaxshi, shu joyda aytib o'tib ketamiz. Siz English trackda o'qiysiz. Darslar qanday? To'liq ingliz tilida bo'ladimi shunda yoki koreys tilida ham qandaydir darslar majburiymi sizlar uchun? Yo'q, bizning darslar barchasi ingliz tilida bo'ladi. Professorlar ham ingliz tilida gapiradi. Va agarda misol uchun ba'zi studentlar ingliz tilida gapira olmasdan koreys tilida savolni bersa ham, professorlarimiz avval u savolni bizga ingliz tilida tushuntirib va o'zining javobini ingliz tilida beradi, chunki baribir bu English track, hamma narsa ingliz tilida bo'lishi kerak. Lekin klub aytib o'tgandek, darsdan tashqari ko'pgina eventlar, aktivitelar, klublar koreys tilida bo'ladi. Lekin baribir ingliz tilida ham tushuntirsa, qatnashsa bo'ladi baribir. Lekin mana shunaqa ingliz tili bilan ham kelganlar, men shaxsan o'zim ham ingliz tili bilan kelganman. English trackda o'qiydiganlar uchun ingliz tili bilan kelsa bu muammo bo'lmaydi. Muammo qachonki bo'ladi, qachonki bu endi mana Sarvarbek ham aytib o'tgandek, o'qishdan tashqaridagi holatlar, misol uchun part-time ishlash yoki mana shunday aktivitelarda qatnashish borasida yoki umuman o'zi universitetdan tashqaridagi hayotda koreys tilini bilsangiz, anchagina mana shunday qiyinchiliklardan forig' bo'lgan bo'lasiz. Asosan artificial intelligence ga yoki AI ga yoki mana shunday IT sohasiga aloqador bo'lgan fakultetlar odatda qimmatroq bo'ladi. Undan tashqari, Sarvarga aytib o'tgandek, juda ham raqobat kuchli. Misol uchun aynan data science da o'ziga ham, misol O'zbekistondan juda ham ko'plab odamlar topshiradi, lekin faqatgina barmoq bilan sanarli darajadagi miqdordagi odamlar qabul qilinadi. Misol uchun hozir data science nechta o'zbekimiz o'qiydi hozir Hanyangda? Hozirda umumiy 4 ta dona o'zbek o'qiydi. Misol uchun 3-kursda bitta azbek o'qiydilar va hozirda men bilan bir xil yilda Abdulloh o'qiydi va mendan kech bu hozirgi semestrda kelgan, ya'ni yangi bitta bola o'zbek o'qishadi. Shuni umumiy 4 ta dona xolos.
Bu ham albatta juda katta natija, sababi o'zi Hanyang universitetini acceptance rate juda ham past. Misol uchun international studentlarga emas, ya'ni xalqaro talabalarga emas, o'zi Koreyaning ichidagi talabalarni oladigan bo'lsak, bu yilgi qabullarga men statistikani o'qidim. Hanyang universitetini bitta o'riniga 128 ta talaba to'g'ri keldi. Bu juda ham katta kompetitiv, ya'ni raqobat juda ham kuchliligini bildiradi. Albatta international studentlar uchun bu darajada katta bo'lmasligi mumkin, lekin shunda ham chet ellik talabalar orasida Hanyang universiteti juda ham nufuzi baland va undan tashqari kirish qiyin bo'lgan fakultetlardan biri. Misol uchun, bizning fakultetda adashmasam 2 ta yoki 3 ta o'zbek bor, xolos. Men o'zim biladiganlar va shu paytgacha boshqa ko'rmadim. Demak, shunaqa gaplar. Sarvarbek, savollaringiz bo'lsa yoki o'zingizga bir ma'lumotlaringiz yoki Koreyaga keladigan yangi kelmoqchi bo'lganlarga tavsiyalaringiz bo'lsa bemalol gapni so'ngida aytishingiz mumkin. Xo'p, mayli, tavsiyalarim bo'yicha aytmoqchi bo'lsam, agar Koreyaga aynan injiniring sohalariga o'qishga kelmoqchi bo'lganlarga tavsiyam, albatta bu yerda matematikaga ancha yuqori e'tibor berishadi va aynan MES kurslari rosa qiyin bo'ladi. Biz O'zbekistonchalik emas. Shunga agarda injiniring sohasida o'qimoqchi bo'lganlar, shu MESni yaxshi o'rganib topshirishlarni maslahat beraman. Chunki intervyuda ham MES questionlar berishadi, aynan injiniring sohasiga topshirayotganlarga. Va endi boshqa maslahatlarim yo'q. Impact Consultingga omad tilaymiz va yanada ko'proq o'quvchilarni mana shunday nufuzli universitetlarga olib kelishlariga sababchi bo'lishlarini tilab qolamiz. Rahmat katta Sarvarbek, tilaklar uchun albatta va bugungi mana shunday foydali suhbatingiz uchun sizga ham rahmat deb qolamiz. Sizga ham o'qishlaringizga omad. Nasib qilsa, inshaalloh endi keyingi safar Hanyang universitetida, o'zimiz universitetda ta'lim olayotgan talabalar va undan tashqari yana boshqa kuchli universitetlarda ta'lim olayotgan talabalar bilan ham mana shunday suhbatlarni uyushtirishni rejalashtirmoqdamiz. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta bunga like bosib, savollaringiz yoki fikrlaringizni izoh qismida qoldirishni unutmang. Barchangizga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sarvarbek, shunaqa gaplarning Tanlashtirmagan intervyular shunaqa bo'ladi. Shunda Bo'laveradi. Shunaqa yaxshi bo'ldi. Shunaqa dubl bo'lmadi. Shuda. Bu mening experience'imga. Manda